Da, Shokur. Bu Sanaqo'lovni ligidan tashqari. Yo'q. Bu faqat geologiya ishlari. Neft gazi geologiyasi. O'zbek nefti gazi geologiyasi. O'zbek neft gazi geologiyasiga. 125 million dollar. Yil yakunigacha shunga javob berasiz. Javob beraman Shokur. Hech qanday konvertatsiya so'ramaysiz. Yo'q Shokur Do'laman. Yaxshi. Million dollarni Yil yakuni bo'yicha necha foiz, mana shuncha o'tgan yillari, mayli 20 milliard to'g'risida gapirmaylik, o'tgan yilga bo'lgan investitsiya bo'yicha mana skvajinlarda qancha pul beryapmiz, qancha gaz va neft ko'payadi? 657 million kubometr gaz ko'payadi. Qancha? 657 million kubometr. Nimaga buncha kam? Kelasi yilga Shavkat Miromonovich o'zi 5 milliard ko'paytiramiz. Bu 650 millioningiz hech gap emas. Bu sharmandalik, bu shuncha pul berib, значит, siz umuman tayyorgarlik qilmagansiz neft bo'yicha. Bu bir. Bu gapingiz menga umuman noma'qul. Siz yaxshi ichiga kirmagansiz. Ikkinchi, menga bitta savolga javob bering. Mana Uztransgazning pulini janob Sultanov endi hamma yerini tozalab berdik. Qaysi davlatda Uztransgaz bunday ahvolda? Hech qaysi davlat Shokur. Xo'sh, siz shu davlatning vakiliksiz, siz bosh vazir o'rinbosari. Siz shu necha yildan beri shu sohani egasisiz? Nimaga shu pulini joyiga qo'ymaysizlar? Nima uchun shu Mahmudovni siz o'zingiz tavsiya qildingiz? Biz qo'ydik, mana u o'g'irlik qildi, bittasi turmada yotdi, Vagapov degan narsa. Undan keyin Mahmudov keldi, hech bola qilmadi. Qani nima? Qancha siz mana shuni tagiga tushib, debitorni qachon joyiga qo'yasiz? Qancha, mana hamma bosh vazir o'rinbosariga shu savol. Qancha nidayumkani qo'yasizlar, qancha debitor joyiga qo'yib, menga investitsiya kirgizasizlar. Bo'lmasa menga sizga o'xshagan bosh vazir umuman kerak emas. Смотрели. Сколько денег до конца года у Трансгаза, вот ты как руководитель, только подумай, скажи, поставишь на казну государства. Сколько денег возвратишь? Шавкат Иванович, при той системе, которую мы сейчас наладим и отрабатываем в Ташкенте, в Ташкенте. Слушай, я тебе вопрос задаю, ты можешь отвечать? Нет, профессионально. Я понял, Шавкат Иванович. Говори, не надо мне твои эти все. Тот мне говорит всякие небылицы, ты мне говоришь, вы вообще способны работать или нет? Вот это на вопрос. Скажи, сколько денег поставишь, вот так. Что ты сюда пришел? Я тебе это государственные деньги спрашиваю, не твои и не мои. До конца года, Шавкат Иванович, 90% собираемости мы обеспечим. Алишер Сайдаббасович, я тебя очень уважаю. Вот я милиции, почему вот это, мы поменяли, министр тоже. Вот когда мне говорят проценты, знаешь, это хьянат был. От какого процента 90% ты обеспечишь? От 3 рубля или от 100 миллиардов долларов? Ты мне говори, зачем ты мне такие вещи говоришь? Что, я с учителя пришел в школу, что ли, сюда? Mana G'ulomjon Inomovich savolga javob berish. Mana eng maqtagan rahbaringiz. Тебе не стыдно? Вот, тебе же сказали подготовиться. Вы все привыкли на ура-ура пройдет совещание. Не пройдет на ура-ура. Если не можешь управлять, скажи, что я не смогу. Такой балласт попал. Мы же тебе Джулияшнятlarni olib keldik-ku. Что ты технар, понимающий человек, pastdagi ishni biladi deb Surton neftigazni joy-joyiga qo'ygan odamni olib keldik. А? Я думал, что ты подготовишься. Нефтегаз умуман не готов. Ты совершенно не готов. Вот я тебе объявляю выговор и даю 6 месяцев. Чтобы ты с Устрангазом совсем на сегодняшний поставили, всех своих собери, вот этот выговор донеси до всех. Алишер Сайдаббасович. Ты понял, да? Есть. Ibragimov Normat Sadullayevich ishdan olish taklif qilaman. O'rtoq Ibragimovga G'ulomjon degan G'ulom Inomovichga 15 kunda ichida rahbar bo'lib odam topasiz. Tushundingizmi yo'qmi? Ishdan olish. Bor tur joyingga.
O'znefti mahsulotlarida rahbari ham Sultanov Baxtiyor Sobirjonov ham ishdan olish va buni o'rniga 15 kun ichida bu odam hamma narsani hisob kitob qilsa, keyin men o'zim aytaman nima qilish kerak. Hozir buni o'rniga odam topish kerak. Bir tushunakon, hisob kitobni biladigan odam. Nimaga desangiz, bu odam mana hozir ham hali tushunmayaptiki, davlatga qancha zarar yetkazyapti bu odam. Zarar. Sultanov, tushundingmi? Men senga necha marta aytganman. Sen silliq bo'lib qachongacha yurishing mumkin? Qachongacha yurishing mumkin silliq bo'lib? Hammang o'zingga aravangni torting deb, nima uchun men 3 soat daklat qildim? Nima tayyorgarlik qilmay kelding? Noinsof. Xulosa qilaman. Nima? Xulosa qilaman. Nima xulosa? Xulosa boshqa yerda qilasan. Biz o'zimiz xulosa qilamiz, tur joyingda. Necha marta sizga aytilgan, ey janob Ro'ziqulov, standarticha kiring. Bir ahmoqni olib kelib o'tkazib qo'ydingiz. Qip-qizil o'g'ri odamni olib kelib o'tkazib qo'ydingiz. Haqiqatan shunaqa Shavkat, mana Yuribdi hali, pasporti sizda-ya? Men bilaman uni nima qanday qilib joy-joyiga qo'yishligini uni. Shuning uchun Iminovni ishdan olish taklif va mana shu taklifni bir 15 kun ichida yangi shu hozirgi zamonni tushungan va soat ligisi bor. Ulug'bek Ubaydullayevga men mana sizga ogohlantirib hayfsan bermoqchiman nima uchun. Mana o'zingiz tasavvur qiling, oldingi kompleks bilan sizning kompleksingizni hajmi qanday kichkina, to'g'rimi? Lekin siz ham bosh vazir o'rinbosarisiz. Siz ham kabinetda o'tiribsiz, majlisda o'tirasiz, chiroyli bo'lib hammalaring. Aravani tortish bo'yicha hech kim avtoprom dabdala bo'lgan. Bironta sohada o'zgarish yo'q. Shuning uchun Ulug'bek Ubaydullayevich, siz yosh rahbar bo'lib qolib, bu lavozimda buni qadriga yetmayapsiz desak to'g'ri bo'ladi. Qadri degani odamlarni bu juda katta ehtiyoji. Sizning katta sohalaringizda agar avtomobillarni Rossiyaga bo'lmasa Ukrainaga sotish kerak, Ukrainaga bo'lmasa kechirasiz, men sizni nima uchun Pokistonga yuboryapman ertaga ham. Borib shu yerni otang yaxshi, onang yaxshi deb mashinani olib borish kerak yerga. To'ldirish kerak. Har bir mashina u ishchi joy, har bir mashina sotilgan valyuta u. Nimaga o'zingizni qiynamaysiz? Sizda hamma vakolat bor. Bironta odamni men ko'rmayman o'zlaringni yondirganlaringni. O'sha bizni transformator butun O'rta Osiyoga sotilardi bir paytlarda. Uni hozir mavqeini shunday qilsa bo'ladi. O'rtoqlaringiz bor Koreyada, Xitoyda likillab davlat shirkatlariga borib kelasizlar hammasining. Bizga o'xshab arnasaga bormagan kishilar, faqat davlat yurgansizlar. Bitta narsa olib kelmaganlar kishilar. Shuning uchun o'sha transformatorni ham tezroq hidoyat degan vallomat faqat byurokratiyani biladi, boshqa hech bilan bilmaydi. Ты получил мое поручение? Yana 3 oy qilib chasasam. 3 oy chasasam yana. Твое счастье, что ты сюда сегодня не пришел. Tushunarli. Вообще seni men bosh vazir o'rinbosariga aytaman, с тобой надо уже прощаться, потому что ты oyog'ing yerdan uzilgan noinsofsan. Ko'rdingizmi, mana men sizga hamma gapni, qaysi gapda noto'g'ri gap gapirdim? Hamma sohani. Siz kompleks rahbari qaysi sohani uddabron qildingiz? Qaysi yuribsiz o'day? Men bosh vazir bironta sohani pichoq qiylayotgan sohani bir namuna qilib ko'rsatolmayman. Men qiynagan odamni juda yaxshi bilaman. O'zini qiynab bo'lmasa, men u odamni qo'lda ko'tarib yurishga roziman. Tomoshabin bo'lib o'tirgan odam bilan men hech qachon ishlamayman. Ana shuni biling. Hammamiz vaziyatni yomon deymiz. Faqat yomon deyishga bilasiz. Yomon bo'yicha kim yaxshi qilish kerak? Kim yaxshi qiladi? Sizlar yaxshi qilishlari kerak, men yaxshi qilishim kerak. Shuning uchun men bugun yiqqanim mana sizlarga salgina mana shu nima deydi, dunyo qarashlaringni o'zgartirish emas, umuman nima uchun shunday 32 millionda shunday 3 ta 4 ta bosh vazir o'rinbosarlari bor? Nima uchun? Aravani tortish uchun, kabinetda o'tirish uchun emas. Balandparvoz raport berish uchun emas. Men birontalaringiz spravkalaringni o'qishdan yiroqdaman. Kerak bo'lsa o'zim o'rganib olaman joyiga borib. Menga natija kerak. Proavort maqsad kerak, odamlar rozi bo'lish kerak. Shuning uchun hamma narsani bugun o'z nomi bilan salgina ochdik. Agar o'zlaringga hurmat qilsalaring, mana shu bosh vazir o'rinbosari, mana bosh vazirimiz yangi birinchi o'rinbosarimiz mana Ochilboy Jumaniyaz, men o'ylaymanki, biz mana shu bundan keyin
E'tiboringiz